Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga mana shunaqa zaborni seksiya qilyapmiz. 20 ga 20 prutdan bunaqa kolsolari bilan pikalik. Shu zaborni seksiyani qanday qilinishini va nima uchun kraskalangan seksiya. Buni nima uchun oldin kraskalab olib, keyin svarkalayapmiz. Umuman mavzu shu haqida. Kraskalab turib svarkalashdan muddo nima? Xullas shu haqida tushuntirib beraman. Nima foyda ziyoni bor? Shular haqida gaplashamiz. Oxirigacha ko'rsalaring, xudo xolasa bir foydali narsaga ega bo'lasizlar deb o'ylayman. Mana seksiyamizni mana bu polosasi shu ikki tomonga vart qilinayotgan polosa, qalinligi 2 mm, yana 2,5 cm keladi. Mana belamchiq tepaga bir qator, pastga 2-4 ta tomonda shunaqa polosa berilyapti va bunaqa pikalar. Uchiga pika vart qilingan prutlar. Shunaqadan vart qilinyapti. Shunaqa zabor seksiyasi yapmiz. Birinchi mana ikkita polosasini qo'yib olamiz. Qo'yib ustiga mana ular tashab chiqiladi. Prutga mana pika vart qilingan shtukalar qo'yib chiqiladi. Xullas, bularning hammasi mana ko'rib turganimizdan kraskalangan, ya'ni bir marta gruntovka berilgan. Nima uchun gruntovka berib olib oldin, keyin svarka bo'lyapti? Video shu haqida. Buni oldin gruntovka qilib olib svarkalashdan maqsad mana bu seksiya. Biz odatda ko'p seksiya mana ishlarimiz ko'pi parashkovoy svarka bo'ladi. Bu imенно mana shu ishimiz parashkovoy emas, masляный kraska, mana jiddiy kraska bor-ku. Valikda kesishga bo'yaydigan shuni jiddiy kraskani masляный deyiladi. Mana shu kraskadan ishlatilyapti bunga. Shu kraskada bo'yalyapti. Ko'pincha shunaqa kraskada bo'yaladigan paytda oldin gruntovka berib olamiz va svarkalab keyin nima qilamiz? Keyin yana bu gruntovkani oldin berib keyin svarkalashdan maqsad Rossiyada ob-havoni bilsalaring ko'proq yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Mana O'zbekiston, mana Osiyo tomonlaridan ko'ra ancha bu yerda yog'ingarchilik ko'p. Masalan, yozda, bahor, qish demaydi. Postoyan yomg'ir yog'ib turaveradi. Xohlagan mahal, xohlagan payt yog'ishi mumkin. To есть yog'ingarchilik ko'p. Shuning uchun bu yerda temirdan yasalgan buyumlarni chidamliroq qilib ishlashga bular harakat qilishadi. Ya'ni masalan, metaldan zagotovkani yasayapsizmi, uni tashqari ochiq joyga o'rnatyapsizmi, u albatta yomg'ir tushadi, zanglaydi. Zanglamaslik uchun nima qilish kerak? Albatta kraska qilish kerak, gruntlash kerak. Endi buni svarkadan keyin qilsa bo'lmaydimi deyishlaring mumkin. Svarkadan keyin qilsa bo'ladi. Mana bunaqa seksiyalar ba'zi bir bezaklarda, gullarda hisobiga ichkarigaligi yopiq joylari, ba'zi bir nedostupniy joylariga kraska yaxshi yetib olmay qoladi. Shuning hisobiga keyin o'sha yerlardan zanglab chiqib turib, mana kraskani ko'chirib olishi mumkin. Shu ko'chirmaslik uchun mana shunaqa yopiq bezakli joylardagi kraskaga uzoqroqqa yetish uchun oldin gruntovka qilib bir sloy gruntovkani berib olib turib, keyin seksiyani yig'sangiz, ustidan keyin oxiriga kraskani bersangiz, yana ham uzoqroqqa yetadi va kraska uzoqroq turadi metalda. Kraska qancha metalda uzoq tursa, shuncha ishingiz sifatli, kraskasi ko'chmasin, uzoqqa yaraydi va shunga yarasha klient ko'p bo'ladi. Endi buni ziyon tomoni nima desangiz, ziyon tomoni masalan, elektrodda vart qilish qiyin. Polavtomatda buni vart qilish oson, kraskani ustidan. O'zi polavtomat toza metalda vart qilishga mo'ljallangan bo'lgani bilan, lekin shunaqa joylarda oson vart qiladi. Chem elektrodga qaraganda. Shuning uchun polavtomatda bemalol svarka qilsangiz bo'ladi. Bir sloy gruntovkani ustidan. Keyin svarka qilishda yana bitta minuslardan bittasi shu metalda o'zi masalan svarka paytida chiqaradigan o'zini zaharli gazi bor. Mana elementlar bor, zaharli elementlar. Bunga tipa doполнительный kraska ham qo'shiladi endi. Kraskani kuydirganingizda chiqadigan sassiqliklar ham qo'shilib chiqadi. Bunaqa payt nima qilamiz desak, bunaqa payt mana tortiladigan, havoni tortib ketadigan ventilyatsion tizim yaxshi ishlash kerak. Tepada tortadigan. Agar bu yaxshi ishlamasa, hatto tez-tez chiqib havoni almashtirib turib ishlashingiz kerak bo'ladi. Chunki kraskani svarka qilganingizda albatta o'zidan zaharli hid chiqaradi, boshni tez og'ritib qo'yadi. Shuning uchun tavsiya qilaman, iloji boricha bu ochiqroq joyda yoki hatto havo yaxshi tortadigan joyda vart qilish kerak. Bunaqa kraska bo'lgan nimalarni. Lekin shunday qilish to'g'ri kelsa, hatto mana tortadigan ventilyatsion tizimni yaxshilab olish kerak bo'ladi. Asosiy plюsi shu. Asosiy plюsi metalda zanglamasdan uzoqroqqa yetishini ta'minlab beradi. Keyin kraska qoplamay yaxshi yetib bormay qolsa ham, mana ichkaridagi kraska bemalol metalda namgarchilikdan, yog'indan saqlab turadi.
Shunaqa. Keyin mana hozir bu seksiya jarayonida ko'rgan bo'lsalaring, yana bitta mayda narsani aytib ketaman. Manaqa 2 kishi ishlaydigan sharoit bo'lib qolsa, bitta zaborni bir tomonni bir kishi ikkinchisini boshqa svarchi varid qilayotgan paytda kichkina bo'lsa ham mana shu narsalarga e'tibor berishga, mana o'rtadagi vaqtinchalik to'siq qilib olganman, tipa doskadan, USB paneldan времени doska qilib olganman. Mana shu doska oddiy doska. Balandligi bir 30 sm keladi. Mana yog'och oyoq qilib, taxtadan qoqib, shuni времени o'rtaga reshetka qilib qo'yganman. Mana shu reshetka ham hozir ikkala svarchikda bir-biriga ishlashini, bir-biriga ziyon qilmasdan ishlashini ta'minlab berib turibdi. Qanday? Masalan, bu tomon varid qilayotganini men svarkasini men ko'rmayman, meni svarkamni bu ko'rmaydi. Chunki ikkalamiz ikkita ishni bajaryapmiz-da. Bas men varid qilayotganimda bu yoq hali o'rnatayotgan bo'lishi mumkin mana bezakni yoki mana kraska qilayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa ish qilayotgan. Xullas, buni maskada emas, o'zini zashita qilmayapti. Meni svarkam buni ko'ziga avtomatik tushadi. Shunaqa paytda bir-birimizni ko'zimizni svarkaga og'izib qo'ymaslik uchun albatta shunaqa mayda detallarga e'tibor beringlar. Чтобы ko'zni o'zingiz svarkangizni o'zingiz to'sa olasiz, lekin ro'pardagi odamni svarkasidan to'sa olmay qolishingiz mumkin. Xullas shunaqa. Ko'zni ham albatta ehtiyot qilinglar. Svarkaga keyin mana bu kraska bo'lgan metallarni iloji boricha kamroq varid qilsalaring ham birinchi shu zashita yo'llarini, himoya vositalarini yaxshilab shularga e'tibor beringlar. Svarkani qo'lni kuydirmaslik uchun kragi, manaqa maxsus kiyimlar kiyish esdan chiqmasin. Svarkada charchamanglar. Omad, kuzatishda davom etinglar. Rahmat.